Ehsonimiz bor edi, keling. Osh damlagan edik, arab oshi. Assalomu alaykum qadrli do'stlarim. Bugun mana Ramazon oyining oxirgi kuni, ya'ni Arafa. Shuning uchun hozir men 5 kilogramm to'y oshi damlamoqchiman. Ehsonga qo'ni-qo'shniga birgalashib tarqatamiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Dumbalarni ham qovurib olamiz bitta. Endi aniq ko'pchilik biladi, lekin bilmaganlar uchun to'y oshida birinchi mana go'sht solib qovurib olinadi, keyin piyoz solinadi. Choyxona palovida birinchi piyoz solib yaxshilab qizartirib, aniq kuyadigan darajagacha olib borib, keyin go'sht solinadi. Hozir dumbalarni ham qo'shib qovurib olamiz, keyin dumbani olib qo'yamiz edi. Go'shtni o'zini piyoz bilan keyin qovurishni davom etamiz. Bo'ldi, dumbasini olib qo'yaveramiz. Keyin buni hali dumlayotganda sabzini tagiga sovoramiz, suv solgandan keyin. Go'shtni o'zini qovurishda davom etamiz. Go'shtimiz ham yaxshi qovurilib oldi. Endi piyozini solamiz. Endi hozir orada zerikib qolmasliginglar uchun bitta topishmoq aytaman. Javobini osh pishgandan keyin aytaman. Bu topishmoqni eshitinglar. Oshga bitta mahsulot solinadi, lekin oxirida pishgandan keyin u mahsulotni topa olmaysizlar. Nima u? Javobinglarni kommentariyada kutib qolaman. Okey. Bunaqa qozonni to'ldirib ich osh qilmagan edim. Ayniqsa to'y oshini choyxona palov qilganman-ku. Hozir endi mana bir dunyo sabzi to'g'rab qo'yganmiz. Qozonimizga sig'sa bo'ldi, eng asosiysi. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Bunda tekislaymiz edi. O'rtasiga no'xat bilan mag'iz solamiz. Birinchi suv solib olamiz endi bunga. Haligi sabzining orasida ozgina ko'rinib turish kerak edi. Deyarli sabzi bilan bir xil urovenda bo'lishi kerak. Suvini soldik, ko'rib turibsizlar, mana ko'rsat qozonni. Mana bunaqa ozgina suv ko'rinib turibdi sabzining orasidan. Ko'rasizlarmi? Mana endi buni bir chekkasini bunday ochamiz edi. Dummani solib, suviga solib, sabzini tagiga bekitib qo'yamiz. Bunday qilib bosib qo'yamiz. Ilojisi boricha dummani qatga solganinglarni ko'rib olishinglar kerak, ovotganda qiynalmaslik uchun. Bu chunki dumba hil-hil bo'lib pishib ketadi-da, ovotganda ana bo'linib ketadi, olishga qiynalasiz. Shuning uchun mana shu burchagiga soldim. Topishim osonroq bo'ladi ovotgan. O'rtaga no'xat solamiz. Keyin mag'izini sol. Mag'izni qo'lda solib tashlay qolaylik. Mana. Chiroyli ko'rinsin oshimiz, chetlari bilan bundoq qilib solamiz, mag'iz. Endi tuz bilan zira solamiz. Tuzni taxminan solib turamiz, chunki uyda hamma ro'za. Haligi birozdan keyin tuzini bir mazasini ko'rib oqamiz edi. Zira solamiz. Zirani ham yaxshisidan, maydasidan olsanglar, orada qirt qilib chiqib qolmaydi. Ayamasdan sovuramiz, chunki o'zbekning eng yaxshi spetsiyasi zirada bu. Mana endi no'xatni yaxshilab pishishi uchun no'xat ustiga bunday qilib tarelka qo'yib qo'yamiz. Parlanib, dimlanib pishadi. Mana endi hammasini qilib solib qo'ydik. Guruch solguncha 1 soatcha turadi, 1 soatcha pishadi, keyin guruchini solamiz. Bu
Havoni ham qarang, juda haligi hayitga mos, bir ochiq havo, quyoshga ham qarang, chiroylikkina nur sochib turibdi. Havoni ham bir mazza-da, endi na bir haligi issiq emas, na sovuq emas. Bir hafta yomg'ir yog'ganiga odam yuragi siqilib turuvdi. Hayitda ham shunday havo bo'larmikin deb Allohning mo'jizasi qarang. Quyoshga chiqib, havolar ochilib, osmonni qarang, ko'm-ko'm bo'lib turibdi. Gullarning ochilib ketganini qarang, daraxtlarning gullab. Allohimga ming qattiq shukr. Hozir mana oshimiz ham iloyim zo'r chiqsin deb hammaga shu tarqatib Arafa oshini hayitda esalama birgalikda yaxshi kayfiyatda kutib olaylik iloyim. Mana bu yil xudo xolasa o'rigimiz yaxshi qiladigan yil bo'lishi kerak. Sababi bir yil yaxshi qiladi, bir yil kam qiladi hosilani. O'tgan yil kam qiluvdi, bu yil mana qaranglar, rosa o'zi ham do'tchasini tugibdi mana. Kirib dam olsak ham bo'ladi, chunki hali 1 soat turish kerak. Aytgancha mana osh bilan qo'shib yeyishga mana 3 litrli pomidor olib kelib qo'yganman. Zo'r edi-ku, mazza qilib oshga qo'shib yeymiz. Mana guruch ko'ryapsizlar yuvilishini. Mana shunaqa haligi tinuv bo'lguncha yuvish kerak. O'shanda haligi osh bir-biriga yopishib qolmasdan chochilib chiqadi. Ko'ryapsizlar? Endi bunga tuz solamiz-da. Issiq suv quyib yuvitib qo'yamiz. Endi mana tuz solamiz. Shu haligi necha kilo damlayotgan bo'lsangiz, ilosi boricha o'shancha qoshiq tuz solsangiz yaxshi bo'ladi. Mana guruchlarimizni yuvitib qo'ydik. Mana yarim soatdan beri guruchimiz ancha yetilib qoldi. Qarang, oppoqqina bo'lib turibdi. Mana endi noxotimizning ustini ochamiz. Buni agar videoda hidini ham bilish imkoniyati bo'lganda edi. Juda ham qarang. Ro'za ochilib ketishi mumkin, ehtiyot bo'lamiz. Endi guruch solishdan oldin olovni yaxshilab baland qilib yoqish kerak. Ya'ni o'zbekcha eskicha tilda gurullatib yoqish kerak bo'ladi. Mana bunaqa hali shox shabbalarda qiyin-da baland olov yoqib olish. O'shanga mana qilib yog'ochlarni tayyorlab qo'ydim. Mana yonishga qulay qilib, mana bir pasda yonadi-da bu. Qani endi guruch solamiz. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim o'zing oshimizni shirin qilgin. Yaxshi, chiroyli, mazali osh bo'lsin ilohi. Endi guruchlarini tekislaymiz. Bu suvini shimish kerak dimlashdan oldin. Endi ozgina tog'larni yopib parda guruchimizni pishirib olmasak, bo'lmasa sig'mayapti qozonga. Qani, bismillah. Endi dimlaymiz. Guruchimiz suvni shimi bo'ldi. Olov ham ancha o'zi pasayib qoldi. Teshib. Harini qarang, otilib chiqishi. Siradan sepib boramiz ustiga. Endi tog'orani yopamiz. Mana 20 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Olovni qarash kerak, pasaytirib qo'yish kerak albatta. Olovimiz o'zi yaxshi ekan. Mana 20 daqiqa o'tdi. Endi ochib oshni ko'ramiz, pishgan, pishmaganini. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Endi buni qanaqa aralashtirib olamiz bu qozonni? Bismillahirrohmanirrohim. Mana dumbasi. Shu boyga qo'ygan joyimiz. Hali turgan joyidan. Dumbasi olamiz yana. Yonida yana bittasi bo'lishi kerak. Qani.
Mana bitti. Mana turibdi. Oh, dumbani qara. Oshmisan, osh bo'pti deb ko'sti emas. Endi o'zingizlar ko'ryapsizlar, haligi 5 kilo guruch sig'ishcha qiyin ekan, shuning uchun mana bu tog'oraga olib turamiz ozgina. Tevadan go'shtlarni olib, keyin aralashtirib yuboramiz. Xil-xil bo'lib ketibdi-da go'shtlar. Oshpazlar bunaqa ustiga tashab qo'yishardi go'shtini bundoq. Katta to'ylarda shunaqa qilib qo'yishardi bundoq. Endi haligi oshlar endi qovurishni boshlaganimizda bir topshirmoq beruvdim, agar topgan bo'lsanglar kommentariylarda hali o'qiymiz-ku. Oshga bir mahsulot solinadi, lekin pishgandan keyin uni topib bo'lmaydi osh ichidan. Nima edi degan edik? U piyoz edi. Mana hech osh yeganinglarda e'tibor qaratsanglar, ichida piyozini ko'rmaysizlar. Boshqa ovqatda ko'rinishi mumkin piyoz. Mana endi oshlarimiz pishdi. Endi mana bunaqa idishlarni, hali abnarazli idishlardan tayyorlab oldik. Bolalarim pul tashashib, ozgina ehson qilaylik, arafa oshidan tarqataylik deyishdi. O'shanga mana oshlarni endi tarqatishni boshlaymiz bir chekkadan. Bismillahirrohmanirrohim. Bir porsiya qilib oz oshishga 1 soat qoldi. Endi hozir bilan olib borib muhtojlarga tarqatamiz. Qani ketdik. Ya ish yo'q-u. Ehsonimiz bor edi, keling. Ha. Osh damlagan edik, arab oshi. Ha. Haytinglar muborak bo'lsin. Mana bu. Yana qilsa. Mana orqadagi opalarga ham. Mana. Haytinglar muborak bo'lsin. Ana, ehsonimizni tarqatib yubordik. Sog' bo'ling. Yigitlar ham suv bilan xurmo tarqatishyapti. Ular ham ehsonlikni Alloh dargohida qabul qilsin. Demakchi, ro'za Ramazon oyi shunisi bilan yaxshi-da. Hamma bir-biriga ehson ulashuvchan bo'lib qoladi. Jipga ham hammasiga bir xil ulashyapti. Alloh rozi bo'lsin. Xurmo bilan suv. Og'iz ochish eng kerakli narsa. Haligi iftorlik qotgan odamga xurmo bilan suv bersa ham o'sha butun boshli iftorlik qilib bergandek bo'ladi, savobi deyishadi. Shu bolalar ham shu savob ilinjida yurishibdi, Alloh dargohida qabul qilsin. Bizning ehsonimizni ham Alloh dargohida qabul qilsin, bularnikini ham dargohida qabul qilsin ular. Ehson qiluvchilar bor bo'lsin har doim. Yaxshi. Bir ikkita haligi maslahat berishdi. Gilos yaxshi bo'lmayapti dedim. Olcha ekish kerak, ja bo'lmasa olchani shoxini olib, gilosni shoxlariga urib chiqing dedi. Yana o'shanga urib qo'yamiz. Mana endi qo'shnilarga tarqatish uchun oshlarni kosalarimizga soldik. Ustiga endi mana hayitli shirinliklardan qo'yib, Hasanboy o'g'lim olib kel. Sekin-sekin bitta qo'shnilarga tashlab chiqadi endi. Qo'shnilarga tarqatib chiqqan, xo'p. Allohumma laka sumtu wa bika tawakkaltu ala rizqika iftar. Allohim tutgan ro'za Ramazon o'zing dargohingda qol. Hozir ketayotganimizda yo'lda ehson qilishuvdi. Mana xurmolari bilan ol Hasanboy. Ol sana. Aslan.